Barchaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugungi darsimiz stomatologiya yo'nalishida content reja tuzamiz. Bunga bizda nima yordam beradi? Birinchi o'rinda Xmind programmasi, aynan shu programmada barcha planlarni tuzib chiqamiz va ChatGPT. Stomatologiya sohasini tahlil qilib chiqqanimda juda ko'p profillar bor, ammo yurg'izilmaydi umuman. Shuning uchun bu taklif, ya'ni bu darslik kim uchun? Siz stomatologsiz, $1000-2000 o'z shaxsiy brendingizga tikkingiz kelmayapti. Hatto tiksangiz qanaqa o'zgarish bo'lishini menimcha bilmasangiz kerak. Xo'p, hatto bir smartfon bilan kontent qilishni boshlaysiz. Xo'p, boshladik endi. Mana bu programmada hozir yozib chiqqanimiz bir oylik kontent reja. Haftada 3 marta reels joylaysiz, bir oyda 12 marta. Haftada 1 marta syomka qilasiz, 3 ta reels syomka qilasiz. Unda sizga faqatgina telefon kerak bo'ladi. Agar misol uchun sharoitingiz bo'lsa, hatto mobilograf chaqirasiz. ChatGPT ga o'tamiz. Salom alaydan boshlaymiz albatta. Qaranglar, ChatGPT juda aqlli sun'iy intellektlardan biri. Uni siz tayyorlab borishingiz kerak suhbatga. U qanaqa bo'ladi? Misol uchun, salom, qanday yordam bera olaman? Men stomatologman deymiz. Va o'z shaxsiy brendimni yurg'izmoqchiman. Qaranglar, ChatGPT dan biz misol uchun полноценный kontent reja olmaymiz. Bu darsda maksimal ravishda ChatGPT dan siqib ishlatishni o'rganamiz. Misol uchun, u yozgan narsani siz 100% ishlata olmaysiz. Faqatgina ideya olishingiz mumkin. Hozir shuni misolda ko'rib chiqamiz. Mana kontent formatlarini aniqlash. Stomatolog muolajalari, diagnozlar, profilaktika choralari haqida tushunarli tilda yozish, video kontent, foto kontent. Xo'p, bu birinchi javobi menga hech qachon qiziq bo'lmagan. Endi buni sekin-sekin to'g'rilab boramiz. Qani ketdik. Menga 1 oylik kontent reja tuzib ber. Endi 1 oy davomida 12 ta reels joylamoqchiman. Endi menga 12 ta reels uchun mavzular yozib ber. Bu darslikni ko'rib bo'lgandan keyin ko'pchilik aytishi mumkin, vaqti to'liq hech narsa qilmagan, shunaqa gaplar bo'lishi mumkin, lekin bitta narsa, shu narsani hech kim qilib ko'rmagan. Shuning uchun sizlar uchun bu ideal dars. Chunki necha stomatolog bilan suhbatlashaman, bir xil insonlar bor, haligacha yurg'izgisi kelmaydi. Hatto уже zamon talabi bo'ldi. Shaxsan o'zim yaqinda o'tgan oy stomatologga necha desam bo'ladi, 2 odam bilan qatnadim. Ya'ni rostini aytaman, 30 millionga yaqin pulim ketdi davolash uchun. Va endi o'tirib, voy, buncha qancha pul topar ekan, men haftada 1 marta keldim degan gaplar bo'ldi albatta. Bu hammada bo'lsa kerak. Kimga bordim? Rostini aytaman, 4 stomatologga bordim. Birinchisiga bordim, juda og'riqli bo'ldi. Ikkinchisiga bordim, unaqa bo'ldi. Haligacha o'zimga yaxshi stomatolog topganim yo'q. Misol uchun, hali yana bir ikkita davolaydigan tishlarim qolgan. Imенно nima deydi, stomatologlar uchun go'shli mijozda bo'ladi. Xuddi shunaqa implant qo'yishim kerak tushunishim bo'yicha. Xo'p. Может быть, bu darslikdan keyin bu stomatolog taklif bilan chiqib qolar, bilmayman. Shuning uchun aynan shu darsda mazza qilib olganman. Xo'p, ketdi. Birinchi hafta 3 ta reels. O'zingizni tanishtiring. Ism qanday? Haligacha juda oddiy javob beryapti. Men rostini aytaman. To'g'ri cho'zish uchun massaj harakatlari. Endi qaranglar, buni biz hozir tayyorlab boramiz ChatGPTni. Endi qarang. Men senga o'zim misol uchun 3 ta mavzu yozib beraman. Sen esa menga shunga o'xshash mavzulardan tuzib berasan. Menga shunga o'xshash mavzular
tuzib berasan. Hop, birinchisi. Endi qaranglar. Bu GPT endi men o'zim qanaqa kontent tuzgan bo'lardim. Qaranglar. Tak. Menda metal proyektim bor va ular mendan obunachilar so'ragandi. Ya'ni podpishchini ko'paytiraylik. Men yo'q deganman. Nimaga? Siz qanaqa kontent qilishingiz kerakki, oddiy xalq sizga obuna bo'lishi kerak. Juda qiyin, чтобы qaysidir oddiy inson temir Instagram profiliga obuna bo'lishi. Bu degani faqatgina sotuvga ishlaymiz degani. Stomatolog shunaqa yo'nalishki, tish muammosi absolyutno hammada bor. Ya'ni siz to'g'ri kontent qilsangiz, u inson bittada kelmas, lekin qachondir ish tushganda boradi. Ya'ni sifatli kontent, ya'ni qanday qilib aytsam ekan, tishida muammosi yo'q odam ham ko'radigan kontent qilsangiz, obunachi yig'ishingiz mumkin. Hozir men rostini aytaman, endi Instagramda nechta stomatolog bo'lsa, shu kontent yuritadigan barchasini ko'rib chiqdim. Rostini aytaman. Rosti 90% menimcha 90 ham demaylik, ko'p foizi imенно implant sotish bilan ovora, rostini aytaman. Chunki bir ikkita tishlarim bor edi, plomba bilan chiqib ketsa bo'lar ekan, bemalol plomba ham qildim. Ammo bir nechtasi misol uchun go'shtli mijoz degan bilmayman, imенно $500 dan implant sotmoqchi bo'ldi. Qilib bermoqchi bo'ldi. Narxini bilsam, qayerdadir 400 bor ekan, qayerdadir 350, kimdir 600 ham qo'yar ekan, rostini aytaman. Endi shunaqa narsaki, 1-2 yildan keyin tushib ketish kerak emas-da, yaxshi turish kerak. Men dekabr oyida koronka qo'ydim, tushib ketgan rostini aytsam. Tegi plomba turibdi, tepadagi koronka tushib ketgan. Shokolad yeyotganimda shuni ag'darib ketdi. 2-3 marta qo'yib yurdim, keyin umuman qo'yib bo'lmaydigan bo'ldi. Hali ham portmonimda o'sha paketikda koronka turibdi, uni $250 ga qo'ydirgan edim. Shuning uchun ko'p stomatolog almashtirdim. Ketguncha har doim 100 ga aytaman, ikkinchi safar sizga kelmayman rosti. Shuning uchun birinchi o'rinda stomatolog xushmuomala bo'lish kerak. Qattiq xarakterli insonga baribir qiyin mijozni o'ziga olib qolish. Birinchi o'rinda o'sha chiroyli muomala olib qoladi. Ikkinchi o'rinda ish sifati. Hozirgi kunda immuniy infeksiya mavzulari, virus yuqtirish mavzulari juda katta. Shuning uchun u narsaga kuchliroq e'tibor berish kerak. Keyin poiskoviy sistemani har doim aytganman, uni yana oxirida aytib o'tib ketaman. Stomatolog deb yozgan sizdan topish kerak. Kimdir kontent zo'r yurityapti-da, ammo shunaqa ekan, immuniy olib qolgan odam stomatolog deb yozsa, odam topib bo'lmaydi. Ko'plarda shunaqa klinikalar, misol uchun klinika nomlarini yozgan, lekin qaysi yo'nalishda, misol uchun jigar yo'nalishida, misol uchun bitta mijoz keldi, klinikasi bor ekan, nomi, logotipi boshqa nomda va jigar davolash deb yozsa chiqmaydi. Bu eng katta xato, stomatologiyada ham ko'p ekan. Google'da juda ko'p, Instagramda kam. Shuning uchun mayli kontent yuritmasangiz ham stomatolog в Toshkentda, bilmayman, stomatolog so'zini yozib qo'ying. Xo'p, endi keling bu mavzuga yozaylik. Mavzular qanaqa bo'ladi? Qaranglar. Ekspertni kontent, imенно men misol uchun haligacha rostini aytaman, implant nimaligini tushunmayman. Ko'rdim bir ikkita videolarda nimadir tiqar ekan, ustiga qo'yar ekan, hatto menga qo'yish kerak. Bironta stomatologda imенно implant nimaligini to'liq tushuntirilgan videoni ko'rmadim. Shuning uchun aynan shunaqa video qo'ysangiz, qo'ymoqchi bo'lgan odam borishi mumkin. Endi ko'p prosmotr yig'adigan mavzular bor. Bu tishlarni uy sharoitida oqartirish, tishlar nimaga sarg'ayib ketgan kabi mavzular. Chunki o'zimda shunaqa bo'ldi, men juda ko'p energetik iste'mol qilar edim va aynan shu energetikni deb menda оказывается tishlarimga ziyon tegandi va oxiri men bitta 9 ta tishimni restavratsiya qildirdim. Yirilib ketgandi-da. Va keyin shuni bo'ldi, energetik ichmayman. Sizlar ham xuddi shunday. Tishlarga qanaqadir ziyon yetadigan narsalar bo'lsa, ularni misol uchun aytib chiqsangiz bo'ladi. Uni iste'mol qilayotgan inson albatta ko'rib, "Voy" deydi-da. Endi keyin shundan boshlaymiz. Misol uchun mana qanday qilib uy sharoitida tishlaringizni mumkin. Ikkinchi mavzumiz xuddi shunaqa. Nega tishlaringiz sarg'ayib ketyapti? Tak, uchinchisi, xato yozayotgan bo'lishim mumkin. Uzr, endi tezroq yozaman. Tak, uchinchisi o'ylaymiz. Endi qaranglar.
segment har xilda. Endi keling sal ota-onaga yopishamiz. Misol uchun, endi tug'ilgan bolaning tishlari haqida gapirsak bo'ladi. Tak, balog'at yoshidagi tish muammolarini gapirsa bo'ladi. Tak, imенно ko'p просмотр yig'adigan bo'lish kerak-da. Ya'ni o'zingiz savol bering. Ko'rgan bo'larmidingiz o'zingiz? Xo'p. Nega sarg'ayib ketyapti? Tak. Ideya qilish qiyin, oson emas. Tishlarni oqartirishda etdik. Tak, cho'zilib ketyapti, bilaman mayli. Xo'p, mana shu ikkitani beraylik. Shunga o'xshash virusli va ko'p просмотр yig'adigan mavzular yozib ber. Endi boy tepada mana o'qib ham o'tirmadik, rostini aytaman, g'alati mavzular beradi. Chuqur davolash jarayonida oldin как подготовка. Tupit xotida ko'rasizlar. Вот. Tak, men hozir ham bir qilaman. Men bu hozir bergan mavzularni shunday saqlanib qilib olaman-da. Tak. Va men bitta GPT'ni o'zgartiramiz va hozirgi tepadagi gapirgan gapimiz boshqatdan beramiz. GPT'ni ham tepada ko'p turlari bor-da, bizda ko'p premium. Xo'p, endi farqini ko'ramiz. Qaranglar. 4.0 ga o'zgartirdik. Tishlarni yuvmaslikning oqibatlari. Vo. Ko'rdingizmi qanday o'zgardi sirasi? Tishlarni yuvgandan keyin darrov suv bilan chayish to'g'rimi yoki yo'q? Endi uni ko'pchilik ko'radimi, men bilmayman. Tish pastasiz tishlarni toza saqlash mumkinmi? Oqartiruvchi tish pastalari haqiqatan ham ishlaydimi? Mana shu yaxshi, chunki shunaqa mavzular bor ediki, ya'ni mavzu emas, reelslar qanaqadir narsa surtadi, oqarib ketadi. Bab odam ko'rib uni olgisi kelib qoladi. Rost aytaman. Noto'g'ri tish yuvayotgandirsiz. 3 ta keng tarqalgan xato. Endi qaranglar. GPT shunaqa narsaki, hech qachon bittada xohlagan javob bermaydi. Endi biz aytamiz, yo'q, menga umuman yoqmadi. Umuman javobing yoqmadi. Men senga yozib bergan mavzular ancha yaxshi va ko'p просмотр qilishi aniq. Chunki bu odamlarga qiziq mavzu. Sen yozgan iloji boricha agar birinchi marta GPT'ni ishlatayotgan bo'lsangiz, juda ko'p suhbat quring. O'zingiz haqida aytib bering, bo'lgan voqealar barchasini yozing va suhbatning oxirida mana shu ishni boshlang. Xo'p, mana birinchisi, tish pastasi o'rniga nima ishlatsa bo'ladi? Tishlaringizga sezgirlik paydo bo'lsa nima qilish kerak? Tishlaringiz sinishi yoki qiyshaysh sababi nimada? Mana bu vроде normalniy mavzu, chunki ko'pchilikda bu narsa bor. Nima uchun tishlaringiz sarg'ayib ketmoqda? Haqiqiy sabab va oldini olish yo'llari. Tishlaringiz sarg'ayib ketmasligi uchun 3 ta asosiy qoida. Odamlar tishlarni noto'g'ri yuvayotgani haqida 5 ta fakt. Nega ertalab tishlarni yuvish majburiy, lekin ko'pchilik buni e'tiborsiz qoldiradi. To'g'ri, yaxshi. Tishlarni yuvmaslikning oqibatlari. Yaxshi. Endi biz Xmind o'zi nima kerak? Rostini aytaman, planlashtirish uchun oson. Hozir misol uchun har bitta mavzuni men to'ldirib chiqmayman. Sizlar qanaqa qilsalaringiz bo'ladi? Mana birinchi haftaga kiramiz. Bitta reels, ikkita reels, 3 ta reels. GPT bergan 3 ta mavzuni olamizda, kopirovat qilib botga joylashtiramiz. Va misol uchun qaranglar. Qaysidir mavzu bizga yoqdi deylik.
tishlaringiz sarg'ayib ketmasligi uchun 3 ta asosiy qoida. Mana shuni olamiz. Yo'q, shuni yozsak bo'ladi. 5-mavzuga menga ssenariy tuzib ber. Reels uchun ssenariy. Video davomligi 30-45 soniya. Format tezkor, dinamik kesimlar, yozuvlar va vizual effekt bilan qo'shimcha urg'u berish. Ketdi. Tishlaringiz sarg'ayib ketyaptimi? Ko'pchilik buning sabablariga e'tibor ham bermaydi. Hook. Vizual sarg'aygan tishlar bilan odam kulayotganligi. Yonida toza oq tishi odam kontrast effekt. Bu hammada sraz bunaqa javob bermaydi, sraz aytayapman. Men u nadrachit qilganligim uchun bo'limini yaxshi chiqaryapti. Shuning uchun siz nima javob bermasa ham yoqmadi, yaxshiroq yoz deb nadrachit qilib olsangiz, oxirida ancha aqlli bo'ladi. Men sizga ssenariy, полноценный ssenariy. Buni kopировать qilamiz va botga joylaymiz. Shunday, qaranglar. 3 ta mavzuni yozdik. 3 ta mavzuga shunaqa ssenariy yozdirtirdik. Bo'ldi, mana bir haftalik obyemingiz tayyormi? Syomka kunini belgilaysiz. Syomkani mayli просто telefonda oling. Mana shuni 05 qilib mashina oling. Hech narsa qilmagandan ko'ra shu yaxshi-da. Va shuni joylab boravering. Bo'ldi. Endi sal kачество xohlagan inson mobilograf chaqiradimi, operator chaqiradimi, qanaqadir muammo yo'q. Misol uchun o'zimiz ham bunaqa syomkalar chiqib turamiz mini zakazlarga. Kamdan kam, misol uchun kamida 5 ta reel syomka qilmoqchi bo'lsangiz, bitta reelsning syomkasini hech bo'lmaganda где-то $25. 5 tasi $125 bo'ladi. Ammo sifat конечно yoraveradi. Stomatologiyada qanday qilib boshqa stomatologlardan ajrashish yo'llari, hatto bitta fakt aytay, eng og'iri 10 yillik tajribaga ega stomatologdan ko'ra kecha institutni bitirib chiqqan stomatolog agar o'z Instagram sahifasiga pul tiksa, u takoy nima deydi, kurtoyroq emas. Mijozlar ko'proq bo'ladi. Nimaga? Chunki 10 yillik tajribaga ega stomatolog akula hisoblansa ham, agarda uni yangi auditoriya, tish og'riyotgan odam ularni tanimasa, foydasi yo'q. Avval 10 yil avval понятное дело, ko'chada stomatolog yozilgan borardingiz. Hozir unaqa emas. Odamlar erinib ketgan. Nima bo'lsa ham Instagram, Google. Bo'ldi. Shuning uchun zamon talabi. Instagramga o'tinglar. Bo'ldi. O'ziga ne обидно, siz shuncha tajribangiz bor, lekin mijozlar hammasi kech chiqqan bolalarda. Bu degani endi ularda mijoz bo'lmasa kerak degani emas. Ya'ni ular ham misol uchun qayerdadir shogird bo'lib tushgan bor, ularning ham o'zining rizqi bor. No fakt zo'rligi, ular zamon talabini tushunishadi. Vot, shuning uchun siz ham o'ting. Vot, ssenariy yozasiz, mavzular tayyor, syomka qilasiz, qo'yasiz, bo'ldi, montaj ham qilinadi. Montaj ham shart emas, agar unga pul kerak kelmasa. Shu formatda bir oyda 12 tadan video qo'yib turib $2 target yo'q qo'ying. Ozgina effektni sezasiz. Bu taklif kim uchun bilasizmi? Bu полноценный bundoq yurg'izib ketishingiz uchun emas, Instagramdan ozgina nimadir olishingiz uchun. Tushunasiz? Ozgina tatib ko'rish uchun mazasini qanaqa ekan. Uni tatib ko'rganingizdan keyin men aniq javob beraman, o'sha $1000 bo'lam, $1500 bo'lam tikishni boshlaysiz. Vot. Tak, o'zi asli buni men полноценный ko'rsatib berishim kerak edi, ammo kelinglar, hozir og'zaki mavzularda ham ko'proq gaplashamiz. Aynan o'sha kontent turlari, misol uchun men endi xabarim yo'q, sizlarga har kuni odamlar keladi, konsultatsiya qiladi, kimdir tishi, har xil holatlar bor-ku, o'sha holatlarni olib chiqib bering. Stories tinmasin do'pposli bo'yicha. Umuman tinish kerak emas. Men misol uchun mijoz sifatida Instagram misol uchun ko'rgan bo'lardim. Qanaqa kontent yurityapti, nima qilyapti, qanaqa sifat. Birinchi o'rinda sizning yuzingiz, bu sizning Instagram sahifangiz hozirgi kunda tashqari auditoriya uchun. Vot, shuning uchun bunga maksimal harakat qilishimiz kerak. Agarda xudo xolsa bir stomatolog hamkorlikni boshlaymiz, nasib bo'lsa Instagram qo'yib boraman, ko'rasizlar. Qanday qilib bir oy ichida yoraveramiz kontentni. Agarda sizga ham xuddi shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Vot. Bu dars qanaqadir bilaman, detalli bo'lmadi, ammo hech narsa qilib ko'rmay, hech narsa qilib yurmagandan ko'ra, hatto men shu hozir ko'rsatgan narsani boshlab ko'ring, ozgina ta'minni sezasiz, keyin men отвечаю, fikringiz o'zgaradi Instagram bo'yicha.
Вот. Bugungi всё. Kattakon rahmat. Hali Xudo xohlasa stomatolog yo'nalishida как proyektim boshlanganda, mana shu narsani полноценный mana shu programma to'ldirganimda обязательно ko'rsatib boraman.